Assalomu alaykum. Men Nurbek Vafayevman, Amudaryo tumanidan Qoraqalpog'iston Respublikasi 13 yillik bog'dorchilik sohasida mutaxassis hisoblanaman. Maqsadimiz tumanimizdagi va qo'shni viloyatlardagi fermer akalarimizni eski bog'larini yaxshi daromadga chiqarish va ularni bosqichma-bosqich zamonaviy bog'dorchilik yo'nalishiga o'tkazish hisoblanadi. Hozirgi bugungi videoda O'zbekiston bo'yicha ko'p muammoga uchrayotgan olmalarda ayniqsa har yili meva bermaslik, ya'ni solkashlik. Bir yil mevani ko'p beradi, ikkinchi yil kam bo'ladi yoki umuman bermasligi mumkin. Buni shunday tushuntirish kerak. Ya'ni hosil tugishi uchun fotosintez asosiy rol o'ynaydi. Bitta meva yetishi uchun o'rtacha 30-50 ta barg bo'lishi kerak. Barg ham masalan tashqi quyosh tegib turgan barglar bo'ladi, ichkarida soyadagi barglar bo'ladi. Shuni e'tiborga olish kerakki, ichkaridagi barglar soni ichkaridagi barglar tashqaridagi barglarni oziqasi hisobiga yashaydi. Shu sababli quyoshni chiroyli qilib maksimal ichkariga olib kirishni maqsad qilib kesilsagina to'liq barcha barglar hosil kurtaklarni pishirishga, mevalarni yaxshi sifatli yetishtirishga, shox shabbalarni rivojlanishga xizmat qiladi. Shakllanishida asosiy rol fotosintez, ya'ni quyosh nurlarini daraxt bo'ylab tekis yoritilishida hisoblanadi. Buni bildik. Endi bunga maqsad qiladigan asosiy faktor bu to'g'ri shakl berish hisoblanadi-da. Shakl berishda asosiy qoida boshqa videolarda ham aytib o'tganmiz. Nisbatan daraxtning tepa qismidagi yirik shoxlarni chiqarib, pastki shoxlarda liderni yon shoxlarida mevali kurtakka ega bo'lgan yon shoxlarni qoldirish hisoblanadi. Bu keshish mavzulari alohida hisoblanadi. Xo'p, mevali kurtaklarni sifatli, yirik, yaxshi bo'lib yetilishida azotning o'rni ham yaxshi hisoblanadi. Azot yetishmovchilik kuzatiladigan bo'lsa, mevali kurtaklar yaxshi yetishmasligi orqali meva tugishi kam bo'ladi-da. Xo'p, keyingi hayotiy tajribamizda o'rgangan asosiy ilm bo'lgani shuki, mevali kurtaklar yetishida ildizdagi kislorod miqdorining kamligi, ya'ni ayrim bog'larda ko'ramiz, beda ekadi bog'larning ichiga yoki begonotlar bosadi. Bularga endi gerbitsid sepilgan. Beda yoki begonotlar bosishi yoki yillar davomida bostirilib suv olishi orqali tuproqni zichlashib, kislorod foizi kamayib ketishi orqali mevali daraxtlarda kurtakni sifati pastlab ketadi. Hosil bermay 2-3 yillab, hattoki 2-3 yillab hosil bermasligi kuzatilgan amaliyotda. Hali lekin nimasini ilmiy isbotini ko'rmadim, izlanib ko'rishimiz kerak. Xo'p, keyingi yana har yili meva olishimizda asosiy faktorlardan biri meva ko'p beradigan yili mevali shoxlarni ko'p qoldirish hisoblanadi. Mevali shoxlarni, mevali kurtakli mevali shoxlarni ko'p qoldirish hisoblanadi. Bularni masalan daraxtda 100 ta shox, mevali shox bo'ladi deb oladigan bo'lsak, meva ko'p beradigan yili 30 tagacha qoldirish mumkin. Buni ham sovug'irish faktorlari kam bo'ladigan bo'lsa, aslida nisbatan ko'proq qo'ygan ma'qul. Sababi meva ko'p bo'lsa, uni har xil gormonlar bilan meva tukkandan keyin ishlov berib to'kib olishimiz mumkin. Xo'p, keyingi yana faktorlardan biri mevali daraxtlarda terim tugab, masalan 2025-yilda hosil bermagan bo'lsa, 26da hosil ko'p kutilayotgan bo'lsa, bog'bonlarimiz nima qiladi?
bostirib sug'oradi, o'g'it beradi. O'zi daraxt kuchli nimaga yotgan, kuchayib yotgan hisoblanadi, lekin shunda ham ortiqcha o'g'it beradi. Bilib bilmasdan yaxshi emas kesuvchilarni bog'ga solsa, uni ko'proq kesib yuboradi. Uni ortidan ko'p o'sish kuzatilishi mumkin, so'ruvchilar bu kabi. Shu sababdan daraxtda qancha energiya borligini bog'bonni yoki agronomni o'zi aniqlab bilish kerak. Bu yil qancha hosil oldi, qanaqa o'g'it berdi, qanday sug'orildi, kelasi yilgi bog'ni meva prognozini qilib bilish kerak. Shu orqali oziqlash, sug'orish ishlari olib boriladi. Daraxtlarda har yil meva berishini keyingi hozir video davomida ko'rib o'tamiz. Hozir asosiy ishimiz shakl berish bo'ladi. Shu jarayon orqali har yil meva olishida qilinadigan ishlar, boshqa faktorlarni ilmimiz yetgancha tushuntirib o'tamiz. Xo'p, asli qoida bo'yicha daraxtni kesishda birinchi tepadan boshlashimiz kerak. Bizga narvon kerak bo'ladi tepani kesishimizda. Bundan oldin liderlarni tepasidagi yirik shoxlarni chiqaramiz. Bo'yni yana bitta e'tiborga oladigan jihat shuki, bostirib sug'oriladigan yoki kuchli suvchi payvandakka ulangan bog'larda bo'yini past ushlashga harakat qiladi. Taxminan shu atroflarda ushlashga harakat qiladi. Bu mantiqan to'g'ri kelmaydi. Sababi daraxtni kuchli ildizi baquvvat bo'lganligi sababli yerdagi ortiqcha oziqalar yoki suvlar ko'p bo'lganligi sababli ularni yaxshi o'zlashtiradi va daraxt kuchli o'sadi. Liderlar soni, shoxlar yuklamasining kamligi sababli kuchli o'sishi mumkin, bo'yi tepaga ketishda davom etadi. Buni pastlashning asosiy omili liderlar sonini ko'p qo'yish kerak va ko'proq hosil olishga harakat qilish kerak. Xo'p, shu sababdan biz ham bu daraxtning bo'yini hozir taxminan 3,5 metr, ko'p bo'lsa 4 metr atrofida buni bosqichma-bosqich pastlatib boramiz. Hosil yuki ko'paygan sari meva ko'p beradigan yili, masalan 2025-yil bo'lsa, 26-yili hosil ko'p bo'ladigan yili kuz 2025 kuzida barg to'kmasdan oldin tepani pastlashimiz mumkin, 1 metrga yaqinni olib tashab. Undan boshqa variantimiz liderlarni yakkalab qo'yamiz. Tepadagi yirik shoxlarni, qolganlarini asosiy yon atrofga joylashimiz kerak. Hozircha pastdan qilib turamiz ishimizni. Ko'pchiligimiz e'tibor beradigan narsa, mevali shoxlarni yonga qaytarganimizdan keyin energiyani balansi ortiqcha bo'lmaganligi sababli, ya'ni meva yozda yaxshi hosil berganligi sababli mevali kurtaklar yaxshi meva bergan, ortiqcha o'smagan. Yani bular biroz ortiqcha o'sgan, lekin bularni ham qaytarishimiz kerak. Sababi bu yil ya'ni 2026da hosil prognozi o'rtacha, unaqa katta emas. Ko'p qaytarmaymiz shu sababli. Tegib qolishi mumkin pastki shoxlar.
bu kabi kuchli so'ruvchilarni, mevali kurtagi yo'q shoxlarni, novdalarni tagidan olganimiz ma'qul. Tikka o'sganlar. Kesayotganda shuni e'tiborga olish kerak. Meva yuklamasini taxminiy prognoziga ko'ra 30% gacha kamaytirish mumkin deb aytdim yuqorida, lekin nisbatan ko'proq qoldirgan afzal. Chunki sovuq urishi bor, boshqa faktorlar sabab meva tukmay qolgan taqdirda ham kurtaklar ko'p bo'lsa, ko'proq meva olish imkoni bo'ladi. Meva kam bo'lganga qaraganda ko'p bo'lgani bizga yaxshi, sababi kamaytirib olishimiz biz qo'limizda-da. Garmon sepishimiz mumkin yoki qo'lda taqalashimiz mumkin-da. Bu kabi yonshoqlarni taqir bo'lib qolgan joylarida meva bermaydi, bu yoqda ortiqcha hosil bo'ladi. Yuklama ko'p bo'lganligi sababli yozda sinishi mumkin. Liderlarni tepasida ortiqcha yuk qolsa toqalash kerak. Agar ya'ni qo'lda mayolarda siyraklash kerak, ortiqcha mevalarni olib tashlash kerak. Bitta kurtakda bitta yoki hosilni vaziyatiga qarab ikkitagacha hosil qo'yish mumkin. Bu balandroq ushlaganimizning sababi yuqorida aytdim. Daraxt kuchli o'sganligi sababli energiya baribir o'sishga undaydi. Shu sababli hozircha teparoq qo'yib turamiz. Bu kabi ichki shoxlarni mevaga qoldirishimizdan maqsad daraxtdagi hosilni ko'proq qoldiramiz. Kelasi yil vaziyatga qarab chiqarib olishimiz mumkin. Asosiy maqsad shu kuchini ushlab ko'proq meva olish. Ortiqcha ko'p kesish orqali ko'proq energiya yana o'sishga ketib qolishi mumkin. Shu sababli
maksimal darajada to'g'ri hosil kurtaklarni, ya'ni hosil shoxlarini qoldirishimiz kerak. Past bo'yli bog'larga o'tishni tavsiya qilamiz. Sababi har bitta qilinadigan ishlarda narvonga minish orqali bizni xarajatlarimiz ortib boradi. Ya'ni biz ko'rdik bog'larda, ayrim bog'larda narvonga chiqmay terilganiga qaraganda 1 kilo olmani tan narxi, ya'ni terim narxi 100 so'm farq qilyapti. 30 tonnada 3 million farq qiladi bu. Kesishda ham ortiqcha vaqt ketadi, xarajatlar ko'payadi shu sababli. Mevani rangli, rangsiz olmalarga qarab shakl bergan ma'qul. Rangsiz olma, ya'ni bu golden delicious, rang muhim emas, shu sababli mevali shoxlarni biroz ko'p qo'ysak muammo emas. Ichkarida qolsa ham muammo emas, ya'ni. Daraxtimiz ishlari tugallandi. Xo'p. Mevani siyraklash may oyining 15-dan keyin boshlanishi kerak, ya'ni qo'lda siyraklash. Ungacha tabiiy to'kilish bo'ladi. Tabiiy to'kilishdan keyin qo'lda siyraklash ham bizning hududlarda yaxshi effekt beradi. Agar garmon orqali siyraklash ishlari qila olmasa. Shu asosiy biz shakl berganda umumiy qoidalarga tushadigan, ya'ni tepada yirik shoxlarni qoldirmaymiz. Nisbatan ichkarida ko'proq shox qolgan bo'lishi mumkin, lekin biz ortiqcha kerakdan ortiqcha hosilni olib qo'lda chiqarib tashlaganimiz bizga ma'qul hisoblanadi. O'zi asosiy qoida bog'dan maksimal daromad, maksimal sifatli hosil olishga qaratilishi kerak qilinadigan ishlar. Agar videodagi xato, kamchiliklar kuzatilgan bo'lsa, kommentariyalarda yozasiz, muhokama qilishimiz mumkin. Bizda ham 100% ilm unaqa mukammal emas, lekin olgan ilmimizlarni, ya'ni amaliyotda qo'llab ko'rayotganligimiz sababli bu videolar olinyapti. E'tiboringiz uchun rahmat.